Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kontent ssenariy yozish qoidalarini va formulalarini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Ssenariy yozishni o'rganishdan oldin kelinglar o'zi kontent nimalardan iboratligini ko'rib chiqamiz. Kontent qanday yaratilinadi? Kontent yaratish uchun oldin shunchaki ideya keladi va uni siz batafsilroq yozib chiqasiz, ya'ni ssenariy yozasiz. Undan keyin syomka, montaj va yuklanadi. Va shu tariqa kontent yaratilinadi. Xo'p, hozir biz ideya topish va ssenariy yozishni o'rganamiz. Umumiy kontentni biz bitta uyda, tayyor uy deb oladigan bo'lsak, undagi syomka, montaj uning g'ishtlari, qanaqa svet, chiroqlari. Lekin fundamenti bu ssenariy. Agarda fundament, ya'ni ssenariy baquvvat, kuchli bo'lmasa, video, kontent, uy qulab tushadi. Shuning uchun qanaqadir bor fokusingizni syomkaga, montajga emas, balki ssenariyga berishingiz kerak. Aynan bugun shu sizlar bilan qanaqa kuchli fundamentli, ya'ni kuchli ssenariy yozishni o'rganamiz. Xo'p, biz yozadigan ssenariylar asosan 4 ta qadamdan iborat. Ba'zilarda 3 ta, ba'zilarda 5 ta. Hamma o'ziga moslab yozib chiqadi. Aynan hozir men sizlarga o'zimiz stilimdagi ssenariyni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, bizda ko'rib turganingizdek, birinchi qism hook, ikkinchisi qiziqish va asosiy qism oxirida harakat. Hook bu e'tiborni tortish. Buni deyarli hamma gapirgan, boshidagi 3 sekund juda muhim. E'tibor tortilishi kerak, nimadirlardir. Xo'p, o'zi zritelni, ya'ni tomoshabinni e'tiborini qanday tortish mumkin? Bizda, ya'ni mediada bir nechta hook turlari bor. Bulardan birinchisi gap hook. Ya'ni siz qanaqadir qiziqarli yoki fobiyali gap bilan siz zritelni e'tiborini ushlab qolishingiz mumkin. Misol tariqasida aytaylik, gap hookga. Shunchaki hayolim kelganini aytaman. Agar ushbu 4 ta kitobni o'qisangiz, 90% tengdoshlaringizdan oldinda bo'lasiz. Deyish bu gap hook. Ya'ni xuddi shu gap bilan siz odamni, ya'ni zritelni e'tiborini tortib qolasiz. Bizda ikkinchi hook, ya'ni text hook. Bu yerda biz qanaqadir qiziqarli tekst yozib, odamni e'tiborini tortib qolishimiz mumkin. Misol tariqasida ko'rishimiz mumkin ushbu videoni. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Xo'p, bu yerda text hook bo'ldi, ya'ni asosiy e'tiborni tortayotgan narsa bu text. Tekstda nima yozilgani. Xo'p, endi bizda 3-chi hook, ya'ni visual hook. Bu yerda qandaydir noodatiy kadr bilan, noodatiy gaplar bilan ushlab qolsangiz bo'ladi. Misol tariqasida ushbu videoni ko'rib chiqishingiz mumkin. Есть 4 главные соцсети, и вот какую я бы выбрал, если бы только начинал свой блог и хотел заработать. Если я повар, дизайнер или бренд одежды, то Instagram. Если я инвестор, маркетолог или сообщество, тогда Telegram. Если я автодилер, врач или программист, тогда YouTube. А если я стример, стендапер или музыкант, тогда TikTok. Instagram — это лучшая площадка, если ваш продукт можно показать визуально, особенно если вы продаете женщинам. И тут легче всего набрать аудиторию. Telegram — лучшая площадка для умных ниш. Также тут легче всего создать свое сообщество или клуб. YouTube — это лучшая площадка, если твою нишу гуглят и если ты продаешь что-то сложное или дорогое. Также тут легче всего раскрыть экспертность и продать продукт. А TikTok — лучшая площадка, если у тебя трендовая ниша и тебе нужны зумеры. Тут проще всего стать известным. И в идеале вести их все, как я сейчас. Но если бы я только начинал, я бы забил на все, выбрал только инсту и просто снимал бы рилсы, пока не наберу хотя бы первые 10 тысяч. А о том, как это сделать, у меня есть большой мастер-класс. Пиши рилс, и я тебе его скину. Xo'p, agar tushungan bo'lsangiz, ushbu 3 xil formatdagi hookni xursandman. Lekin bizga bitta videoni o'zida bittagina hook formatini ishlatishimiz shart emas. Ya'ni boshidagi 3 sekundning o'zida 3 xil formatdagi hooklarni ham foydalansak bo'ladi va ushbu usul juda kuchli. Misol tariqasida ushbu videoni ko'raylik. Hammasini boshidan boshlayman. Bir haftada 10 mingta obunachi yiqqan akkauntimni o'chirdim. Endi oldimda ikkita maqsad bor: 100 mingta obunachi yig'ish va kontent orqali 10 ming dollar topish. Bu yangi akkauntdagi birinchi video. Sizga shu profilda buni qilish mumkinligini isbotlayman. Auditoriya yig'ish va kontent orqali daromad qilish qiziq bo'lsa, obuna bo'ling.
Mana ko'rgan bo'lsangiz, boshida tekstoviy hook bo'ldi, vizual hook bo'ldi, ko'ryapsiz, urvordi va gap hook ham bo'ldi. Aynan ushbu usul juda kuchli, mustahkam hook yaratishimizga yordam beradi. Endi bizda ikkinchi qadam, ya'ni qiziqish puzzle. Xo'p, qiziqish bu odamni videoni oxirigacha ko'rishga sababchi qiladigan narsa. Bu yerda siz aytishingiz mumkin, taxminan 2024-yil, 25-yil juda trend bo'lgan gap. O'lishingizdan oldin ushbu top 5 ta davlatga borishingiz shart. 5-inchisi aniq sizni hayron qoldiradi. Shu gapdan keyin aniq insonlar 5-gacha ko'radi. Aynan shu qiziqtirish, ya'ni videoni oxirigacha ko'rishiga majburlaydigan gap. Bizda esa endi 3-qism, ya'ni asosiy qism. 80% ssenariy asosiy qismda bo'ladi. Chunki siz asosiy qismda nomi bilan ham aytib turibdi, ssenariydagi 80% qism asosiy qismda bo'ladi. Xo'p, aynan shu yerda sizga bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Siz hookda, qiziqtirishda gapirgan narsangizni asosiy qismda yaxshilab tushuntirib berishingiz shart. Agar bunday qilmasangiz, juda ko'p haytga uchraysiz. Bunga misol top 5 ta davlat deb turib, qanday kitob yoki nimadir haqida gapirib ketmasingiz kerak. Asosiy qism hook qiziqishga bog'langan bo'lishi shart. Xo'p, bizda 4-puzzle, ya'ni oxirgi qism, harakat. Bu yerda siz o'zingiz maqsadingizga odamlarni yo'naltirasiz. Misol uchun obuna bo'ling yoki kommentda nimadir deb yozib qoldiring. Shunga o'xshash narsa yoki like bosing. Endi biz ssenariy yozishni o'rgandik. 90% inson ssenariyni shunday yozadi va ushbu usul xato. Hozir biz sizlar bilan xato usulini o'rgandik. 90% inson xuddi shunday ssenariyni yozadi. 10% inson esa, qolgan 10% inson video necha sekund bo'ladi, qanday rakurslarda olinadi, nimalar qilinadi, shulargacha yozib chiqadi. 90% inson video necha foiz bo'lishi, nimalar gapirilishi, qanday olinishi umuman bilmaydi. Shunchaki gapni yozadi va bu juda xato. Siz nima qilayotganingizni bilmasdan u ishni qila olmaysiz. Mana tasavvur qiling, misol uchun uyingizdan chiqdingiz, qayergadir borishingiz kerak, lekin u qayerligini bilmaysiz. Bu xuddi shunga o'xshash. Xo'p, siz kontent ssenariy yozayotganingizda A nuqta bilan B nuqta aniq bo'lishi kerak. Ya'ni siz bu ssenariyni nimaga yozayotganingiz aniq bo'lishi shart. Misol uchun aytaylik, sizga ideya keldi. Ideya nimadan iborat? Aytaylik, bir oyda 200 ta kontent qo'yib, nechta obunachi yig'ish mumkin? Bu shunchaki ideya. Bundan keyin hookni to'g'rilab yozib chiqaman, asosiy qismni yozib chiqaman, xulosa, call to action, qiziqish, shunaqa narsalarni yozib chiqaman. Va bu videoda maqsad nima? A tochka bilan B tochka nima? Aynan shu narsani aniqlab olishingiz kerak. Xo'p, endi eng muhim qoidani aytib o'tishim kerak. Bizda bitta video, bitta mavzu. Ya'ni siz nima qilmasligingiz kerak? Aytaylik, video boshida top 3 ta davlat deb Yaponiya, Amerika nimadir deb gapirdingiz va shu videodan keyin ana endi top 3 ta kitob deb gapirib ketishingiz mumkin emas. Bu qoida. Bitta videomi, bitta mavzu ochilishi kerak. Xo'p, ana endi bizda ikkinchi qoida. U ham juda muhim. İnsanlarning videosi topga chiqmaydi. Uning sababi nimaga deb o'ylash mumkin, balki omad kelmaganiga bo'lishi mumkin. Yo'q, bunaqa emas. Shunchaki qiyin so'zlardan foydalanadi. Misol uchun aytaylik, men hozir bu yerda siz bitta misol yozganman, shuni o'qib berish mumkin. Aytaylik, hook mana. Auditoriyangiz bilan KSDF o'tkazganmisiz? Kim tushundi? Bu mana sohamdagi insonlar buni oson tushunishadi. Lekin mana sohamdagi insonlar aytaylik borsa bir 100 ming. Demak, video uzoq bilan 100 ming prosmotr oladi va bu ancha kam. Buni aytish mumkin, mijozlaringiz nima xohlaydi? Bu yerda hamma tushunadi. Misol uchun, mijozlaringiz nima xohlaydi degan narsani hamma tushunadi va buni millionlab odamlar ko'ra oladi. Shuning natijasida aynan siz o'zingiz infoproduktingizni ko'proq odamga yetkazib bera olasiz. 3-qoida bu kutuni oqlash. Siz kutuni oqlashingiz kerak. Hookda, qiziqishda nima gapirdingiz, asosiy qismda shu narsani oqlab tushuntirib berishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, hookda aytdim men qanday qilib bitta video orqali $10,000 pul topdim. Misol uchunda, asosiy qismda qanday qilib topganimni tushuntirib berishim kerak. Agarda shuni tushuntirib bermasam,
u negativga sababchi bo'ladi yoki asosiy qismga kelib umuman boshqa narsa haqida gapirib ketsam, bu heytga, negativga ta'sir qiladi. Xo'p, bizda asosiy qoidalar shular va yana bitta eng muhim qoida emas, shunchaki maslahat berib o'tishim kerak. Sizda aytaylik 100% energiyangiz bor va buni 50% ni siz hookga qaratishingiz kerak. Nega? Chunki agarda hook qiziq, odamlarning e'tiborini tortib qoladigan bo'lmasa, asosiy qism qiziqish, harakatga deyarli hech kim yetib bormaydi. Siz 50% energiyangizni faqat hookga qarating, qolgan 50% ni harakat, qiziqish, asosiy qism shu narsalarga bo'lib tashlaysiz. Va mavzu qanchalik ideal bo'lmasin yoki chang havo haqida, mana bu prime davr paytida ham chang havo haqida video olsangiz ham, sizda hook, ya'ni hookingiz qiziqarli chiqmasa, videongiz topga chiqmaydi. Bu yerda aytaylik, ideya juda ham zo'r, nimadirlar haqida, qiziqarli ideya haqida gapirasiz, lekin hook boshidagi narsa qiziq bo'lmasa, video topga chiqmaydi. Xo'p, endi ssenariy yozib bo'ldik. Bundan keyin raskadrovkasiga o'tsak. Endi ekranga o'tamiz. Xo'p, hozir sizlar bilan ushbu videoni o'zimga olganman. Shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu video olib tayyor bo'lingan. Mana hook, qiziqish, asosiy qism, harakat. Xo'p. E'tibor berdingizmi? Nega pauza qildim deb hook yozilgan. Xo'p, bu yerda ssenariyni ko'rib chiqishimiz mumkin. Sizlar bilan qanaqa ssenariy yozishni o'rgangan bo'lsak, nima desa bo'ladi? Shunaqa yozib chiqaman. Adashmasam buni ancha oldin yozdim. Hozirda kontent kam qilyapman. Taxminan buni yanvar yoki dekabrlarda yozgandim. Xo'p. Endi buni ko'rib chiqsak. E'tibor berdingizmi? Nega pauza qildim? Yoki pauza qildim. Raskadrovkasi bu yerda. Ya'ni kontent, ya'ni aynan shu kadr qanaqa olinadi. Misol uchun, e'tibor berdingizmi? Pauza qildim deganim pastroqdan olinadi, yaqinlashtirib. Demak, tushundik, bize pastroqdan yaqinlashgan kadrda olinadi. Xo'p. Men buni har videoyimda qilaman. Teparoqdan olinadi, men sal orqadan qarab kelaman. Ham bo'ldi tushunarli. Orqaga qarab turgan bo'laman-da, men pastroqga. Keyin sirazu kameraga qarayman tepaga. Demak, tepadan olinar ekan. Xo'p. Bu men gapirayotgan gaplarni ta'sirli qiladi, xuddi hozirgidek. Yuzim pastroqda turar ekan, burchaklardan olinadi. Pastroqdan, demak, bo'ldi tushunarli. Kamera pastroq qo'yiladi, yuzim burchaklarda turadi. Tushunarli. Xo'p. Bu to'xtamasdan gapirib, nimadir, bla bla bla. Xo'p. Tez gapiriladi. Tez gapiraman aynan shu gapni. Va makro kadrda, ya'ni yaqinlashgan kadrda faqat yuzim olinadi. Bo'ldi. Tushunarli. Farqni sezdingizmi ham shunaqa olinadi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Uzoqdan yaqinlashib olinar ekan. Xo'p, tushunarli. Uzoqdan yaqinlashib olinadi. Obuna bo'ling degani aytiladi. Qolgan azuchka. Demak, nima bo'ladi? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa deganini aytmayman men. Obuna bo'ling deganini aytaman. Xo'p. Bu raskadrovka. Buni men video olishimdan oldin yozib chiqaman. Nimaga? Chunki aynan kamerani biz bir kunga olamiz va shu bir kundan maksimalni foydalanishimiz uchun ssenariy yozayotganda raskadrovkasini ham qilib ketaman. Kamera olgandan keyin men o'ylanib o'tirmayman, bu kadrni qanaqa olsam ekan, buni qanaqa olsam ekan, buni azuchka qilaymi yo'qmi? Menda hammasi tayyor bo'ladi, shunchaki qilib ketamiz. Va buni natijasida bir kunning o'zida biz anchagina ko'p kontentlarni syomka qilishga ulguramiz. Xo'p, bu video bizda hozir ko'rishingiz mumkin, tayyorda turibdi. Tayyor natijani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. E'tibor berdingizmi? Pauza qildim. Men buni har videoyimda qilaman. Bu meni gaplarimni ta'sirliroq qiladi. Xuddi hozirgidek. Bu to'xtamasdan gapirib, kichkina videoda katta ma'lumotlarni tiqishtirishdan anchagina yaxshi. Sababi bunday videolarni deyarli hech kim ko'rmaydi. Farqini sezdingizmi? Agar foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Xo'p, videomiz shu joyda tugadi. Xulosa qilib, ushbu videoda nimalar o'rganganingizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz ssenariy qanday yozilishini ko'rib chiqdik va kontent ketma-ketligini, ya'ni kontent tayyorlanish uchun qanday jarayonlardan o'tishini ko'rib chiqdik. Va top 3 da eng katta xatolarni, qoidalarni ko'rib chiqdik. Undan keyin raskadrovka, ya'ni syomka paytida nima olishingiz kerakligi, qanday olishingiz, nimani gapirasiz, gapirmaysiz, shu narsalarni ko'rib chiqdik.
Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling.